Xullas do'stlar, bugun men sizlar bilan xullas bugun biz bitta o'rtog'im bilan Bohir degan bitta o'rtog'im bilan mazza qilib quruvchilar jangi o'ynaymiz. Bu quruvchilar jangi 3 raunddan iborat bo'ladi va xullas ko'rib turganingizdek bu qizil tarafdan narsa quradi, men ko'k tarafdan narsa quraman va birinchi raundda nima qurishimizni aniqlab olamiz. Xo'p, biz hammasini chalkashtirib chiqqanmiz va birinchi raundda biz nima quramiz? Menchi o'shachi hop, birinchi raundda biz meva quramiz ekan. Nima tashlaychi? Rostdan mevamikin bu? Hop, meva quramiz. Karotchi uni tashlavorayim demay boshladi. Siz qizil tarafga o'ting. Bu tarafga ketdi uni. Hop, hamma xohlagancha meva qurishi mumkin, xohlagan turda faqat meva bo'lishi kerak. Hop, biz nima quramiz obunachilarim? Biz hozir menda zo'r plan bor, g'oya bor. Nima qurish haqida biz kelinglar bitta zo'r narsa quramiz. U narsa nima bo'lishi mumkin? Masalan, biz menda g'oya bor. Menda bitta zo'r g'oya bor. Xo'p, nima qurayotganimni qurganimdan keyin aytaman. Videoda hozir aytaman. Короче, biz mana shunday qilamiz. O'xshayaptimi yoki yo'qmi? Kommentariy yozib ketinglar. Buni biz banan quramiz. To'g'rilab qo'yish kerak-ku, axir. To'g'irlash kerak. Bu yerda mashina bo'ladi. Xo'p, mashina bo'lsa, mashina unchalik o'xshamayapti. Yer bashi buzilib ketyapti-yu. Meva ko'pgina qursa ham bo'laveradi, xohlagancha. Hech qanday chegarasi yo'q, quraveringchi. Bir yab bo'lar. Xo'p. Короче, unchalik emas. Bunday qilib, agar xo'p. Bananga emas, ko'proq boshqa narsaga o'xshab qoldi. Xo'p, biz banan shaklini bunday qilib chiqaramiz. Banan bo'ladi. Xo'p. Mana unchalik o'xshamaydi. Balgam bo'lsa nima bilmayman. Ozgina bo'lsa ham o'xshadi degan umiddaman endi. Xo'p, yana bitta g'oyam bor. So'tki g'oya. Xo'p, mashina olamiz. Xo'p, mashdan qizil yo'qmi? Mana. Xo'p, mashda. Tuman.
Axir o'g'lim bunday yashil bo'lardi, juda yashil bo'lardi. To'g'ri. Yashil bo'lardi, yashilam bo'lardi. Xo'p, mana shu to'xtashi. Xo'p. Agar bunday qilib chiqib turib, mana shunday. Xo'p. Xo'p. Unchalik bo'lmasa ham, ozgina bo'lsa ham o'xshaganday. Shuni qilamiz. Bu ko'proq qonga o'xshab qoladi. Bu ko'proq qonga o'xshab qoladi. Hozir agar hop mana если что men qurishni bilaman, shuning uchun iltimos hayt yozmanglar. Hop. Ne bo'ladi va biz qurgan mevalarga ham 1 dan 10 gacha bo'lgan baholaringlar berib ketinglar kommentariyada. Xo'p, kommentariyani kutib qolamiz. Bo'ldimi qurib oldingizmi? Qurdingmi? Davay endi bir-birimiznikini ko'ramiz. Davaymi? Voy, men qachongacha kutaman endi. Xo'p. Bo'ldimi? Bo'ldi, ketdi. Davay bir-birimiznikini ko'ramiz. Men tarafga o'tishimiz mumkin. Mana qani, iye. Bu nima bu? Sen nimani qurding, ey, jinni? Bu qana meva, qani ta'riflab berchi. Bu nima bu? Nima qiladi buni? Qani. Naqqa kel. Nima bu? Nima bu? Nima bu buning? Yo, ichi yo'q. Nima bola bu? Qovun desam qovunga o'xshamaydi. Bu uy jang emas. Bizga meva kerak. Bu qurgan narsasiga mana 10 dan 0 dan 10 gacha baho berib ketasizlar, короче. Musor narsa bo'lsa ham bo'pti. Mana endi men tarafga o'tamiz. Mana mayaqqa, ey. Mana mayaqqa tushamiz. Bu toruz. Unchalik o'xshamagan bo'lsa ham, zato buni mana ichida qanaqasi bor? Bu urug'i ham bor ichida. Qanday? Endi bu banan. Bananga o'xshamagan bo'lsa ham, ichida asali bor. Если что. Yegani. Senikiga o'xshab ichi bo'lmoq emas. Bo'pti, ikkinchi raundni boshlaymiz. Qayerdasan? Mayaqqa boshlaymiz, ey! Ha, mana bol top kel, bol qayerlarda bo'ldimda boshlaymiz. Bu safar sen.
Yana bitta. Va nima? Menga ham berchi, men ham ko'rachi. Nima ekan bu? Uy. Unda hamma xohlagancha qanchalik zo'r uy qurishini ko'rib olamiz hozir. Bo'ldi, uy quramiz ekan, bo'ldi. Bu qog'oz tashaveramiz, короче. Bo'pti. Unda uy qurishni boshlaymiz. Xo'p. Uy qur. Bo'ldi. Xo'p, meni har doimgidek bilasizlar, quruvchilar jangida qanaqa uylar qurganman. Lekin bu safar umuman boshqacha uy qurmoqchiman. Ko'rasizlar hozir. Ko'rasizlar hozir nimadan qursam bo'ladi? O'ta zo'r uy bo'ladi bunga ko'rasizlar. Xo'p, mana shunday bo'lsa, yana bunday bo'lsa, Hop. Mana shunday. Normalniroq uy quray. Normalniroq bo'lsin. Endi bu uyga ayna kerak bo'lmaydi. Ayna kerak bo'lmaydi. Sizlarni zamon qanday rivojlanib ketdi. Xo'p, endi bu buzilib ketaveradi-da shu. Narsa. Qo'limni ushlab yurmasa bo'lmaydi. Qani. Mashdan nima bo'ladi? U uyga hech bo'lmasa 3 ta narsa sig'ish kerak. Crafting table, pechka, keyin kravat sig'ish kerak. Ash eng keraklilari sig'ish kerak. Menga sig'adi. Bundan ham ko'p sig'adi. Tomuna qilyapti. Mana tom. Kim nima deydi? Ikkalami. Bo'ladi endi. Bizga biz bunaqalardan emas, Xitoynikidan boshqacha Yaponiyadan keltirilgan super chiroyli sandiq qo'yamiz. Bu boshqacha sandiq. Aytib qo'yay. Hop. Yana nima qilish mumkin? Uyga bundan ortiq bo'lsa mana nima qo'yish mumkin mana. Hop. Bu sizlar o'ylagan narsa emas, lekin bu sizlar o'ylagan narsa emas. Umuman sizlar o'ylagan narsa emas bu. O'g'lini aytib qo'yay. Men kommentni ko'p yurmaylar. Xo'p. Uy tayyormi ishqilib? O'zi uyda ham narsa qo'yapsanmi? Xo'p.
nima deysizlar, bu men qilayotgan narsa emas. Bu Wi-Fi tarmog'i, bu Wi-Fi anaqa qiladigan, bu Wi-Fi yetkazib beradi odamlarga. Liniya, короче, shu narsa bu. Shunga tushundim xullas. Bu mobil internet vergisiga ham o'xshaydi. Mobil internet. Mana qarang, yon internet. Maka bo'ldim tayyormi? Ketyapman. Tayyormi? Voy, o'zim nima qilishni bilaman. Nima san? Voy, Nikahan narsa qolib ketdi. Super decoration, super. Bo'ldimi? Ketyapman garovchi. Bo'ldimi? Kichkina bo'lsa ham uy qurish kerak edi. Bu nima bu? Nima bu? Shu uymi? Hali bitmagan-ku. Tez qurishni o'rganib kelmaysanmi? O'zlaringcha quruvchilar jangga yoraman deb. Shumi? Nima bu? Tushuntirib chiqaring, nima bu? Bu qani buni yotoqxonasi, qani buni versagi bo'pti. Bu uyda nazar faraz qilsam. Faraz bo'lmaydi buni uyda. Yo'q, devori yo'q, faqat poli bor. Nima bu? Diskoteka zalmi qilgan bu. Yo'q. Короче, buni ham mana 0 gacha baholaysiz. Ana endi menikini mana ketdik. Menikini ko'ramiz. Ko'ramiz, ketdik. Menikini ko'ramiz. Abi bu bitmaydi 5 yilda ham ketdik. Mana. Yo'q, bu internet tarmog'i. Nima qilyapsan? Mana. Bu internet tarmog'i internet mana короче etik Xitoyda Amerikadagi etik. Mana bu nima qilyapsan? O'lib tashlayman. Tezda to'g'ri. Seni unga banglab tashlayman. Bo'ldi, короче, 3-raund o'tamizmi? Men o'tamizmi dedim. Davomini 3-raund. Qo'rlayman men seni. Shundan qo'rlayapman. Nima bo'ldi? Quruvchilar jangi qilyapman. Bilinmas. Sen qurishni bilmaysan ekan-ku. Bo'pti, короче, internet tarmog'i bu. Mana meniki ham 0 dan 10 gacha baholaysizlar. Komment ochiq. Bo'pti, endi 3-raund. Yana qayerda ekan u? Короче, 3-raundni ham boshlab oldik. 3-raund. Qochish birinchi, bu safar men olaman. Qani? Demak, biz hayvon qurishimiz kerak ekan. Kichkinami, kattami farqi yo'q.
Judayam hayvon, hech bo'lmasa shu raundda hayvon. O'zingni quruq qo'ysan ham mayli. Ketdi gunda, ketdi. Hazillashdim. Hayvon qurish kerak, xo'p. Men nima hayvon qursam ekan, xo'p. Menda bitta zo'r fikr bor. Men Minecraft judayam mashhur, judayam zo'r bo'lgan hayvonni quraman. Sizlar uni topasizlarmi? Ma'lum. Mana işte. Ay yo'q. Mencha bo'ldi mana. Men mana shunaqa hayvon quraman mana. Zo'r bo'ladi bu. Kichkina bo'lsa ham yaxshi bo'lsa bo'laveradi. Bo'ptimi? Kichkina bo'lsa ham bo'laveradi. Hayvon bo'lsa bo'ldi, xo'p. Oyoqlari. Xo'p, kallasi. Ko'zi. Mayda. Og'zi desam. Xo'p, bunday qilib turib. Mana makka. Og'zi. Xo'p. Bu ikki ko'zi. Ko'zi nasıl bo'lardimi? Ilhomlanib mashinga qarab qurish kerak-da. Qaysi mobda qurayotganda shunga qarab qursa benuqson, bexato bo'ladi. Xo'p. Ko'zimday ikkita oq bunday bo'larkan. Shuni nabarot olmashga. Ya, başı bo'lib ketgan. Qora. Hop. Bunu koyup ve ben iyi. Hemen koyun. Xo'p, mana shunday bo'lsa mashina bo'lsa bo'laveradi. Nabarot qilamizda endi shuni. Xo'p, ana ashi ko'zim chekiga surib qo'ygan. Mana mashga qarayotgan bo'ladi aka. Endi bunday yo'q. Bunga bunday qilamiz. Vay, meni qo'limdan qurish kelmaydi diyordimku, yana bir narsa bo'lsa ham qurish kerak albatta.
Yo. Ko'p ovqat yevorsam bo'lmaydi. Oho. Hop, mana shunday bo'lsa. Hop. Mana shunday qilib oldim. Endi to'rtburchak joylashga. Mana shunchalik kalla bo'ladi. Mayda mana bo'ladi. Mayda mana ko'z bo'ladi. Bu pastga o'xshadi. Oyog'ini rangini o'zgartiramiz. Qanday bo'ladi? Oyog'ining rangi mana shunga o'xshaydi. Qani bo'ladimi? Bo'lsa kerak. Bunday qilamiz mana. Pasti. Yo. Jon taslim qildi. Xo'p. Yana o'qim. Mana shunday ko'zi muammo bo'lyapti shu. Kallasini kattaroq qilish kerakmi? Qarg'uchi mashtaqada. Mashnaqa bunday qilsam yo'q. Yo. Vashida qilib. Hop. Oldingi holatiga qaytaramiz ekan. Hop. Yana qo'ydi, nimasi bo'ladi? Nima bor seni? Nima bor aytardi? Qani ko'raylik-chi. Shu. Yo'q, boshqa. Eng oson, eng yaxshi hayvonlardan biri. Nima qilsa bo'ladi yana? Menimcha mashi bo'larsa kerak. Xo'p, unda ketdik. Xo'p, kelinchi yoqqa nima qilganimizni ko'rish vaqti keldi va videoda ham bir yo'la xayrlashib, sekin tugatib yuboramiz. Kelinchi. Xo'p, nima qilganingizni videodan boshlaymiz. Ketdik, boshlaymiz. Yaxshi, detali chiroyli chiqqan. Ayniqsa kichkina bo'lsa undan zo'r. Yaxshi o'xshagan. Let's go. Senga obunachilar o'zi 0 dan 10 gacha baho berishadi. Bo'pti, endi menikini ko'ramiz bana. Mana ko'p ovqat yeb qo'ygan qo'y deb domlayman bu asarimni. 10 dan 0 gacha baho berib qo'yarsizlar. Ko'p bo'kib qolgan qo'y. Qo'y qurishni bilaman men. Nima qilay endi? Solishtirib olasizlar. Bo'pti unda video tugatish vaqti ham keldi unda. Kechmayapti, qani. Sekin xayrlashaveramiz unda. Mana shunday qilib do'stlar, shu videomiz ham mana nihoyasiga yetdi. 3 raundli quruvchilar jangimiz qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldimi yo yomon bo'ldimi? Ana qurgan narsalarimizni hammasini 0 dan 10 gacha bo'lgan baholash sistemasida baholab qo'yasizlar.
Demak, Bohir xayrlashib bitta. Davay unda, xayr.